Yozishni boshladim. Bugun sizlar bilan sat deb o'tamiz. Set. Set bu bizda nima? Mana o'tkazsa lobda o'tdik va bu safar funksiya argumentlarini keyingi ko'rib o'tamiz albatta. Loblarga ham plus qo'yib qo'yamiz. Bugun sizlar bilan set bu takrorlanmaydigan unikal element saqlanadigan tartibsizlik bir bolasi ekan, tartibsiz bir bola ekan. Set bu takrorlanmaydigan unikal elementlari saqlanadigan tartibsiz unuteral to'plam turi. Tartib to'plam turiga kirar ekan. Oddiy qilib tushuntirgan set faqat bitta nusxada saqlanadigan elementlar jamlanar ekan. Setning asosiy xususiyatlari: takroriy elementlar bo'lmaydi. Asosiy xususiyatlari takrorlanib bo'lmasa ekan, buni tartibi yo'q, indeks bilan murojaat qilib bo'lmas ekan, chaqirib bo'lmas ekan, o'zgartiriladi, elementlar qo'shish o'chirish mumkin ekan, juda tez ishlaydi qidirish uchun ekan. Mana biz bu yerda yangi faylchi Google mana shu yerda menimcha set ishlab kelyapti. Shu yerda biz ishlatganimiz set. Tushunishim bo'yicha set yaratish Pythonda shunday set yaratilar ekan. Ayting qasdlarini tab joy tashlanyapti bu yerda va 3 gacha print va bizda chiqarib beryapti. Yoki biz set B123 shunda natija 123 takroriy qiymatlar avtomatik o'chiriladi. Masalan, mana 1 3 marta qatnashyapti, 2 2 marta, 3 1 marta qatnashyapti. Bizda baribir 1 2 3 bo'lyapti. Bu takroriy javoblarni chiqarib bermas ekan. Set bilan asosiy amaliy elementlar qo'shish, elementlarni o'chirish, tekshirishimiz mumkin ekan. Bizda bu yerda misol keltirib berilyapti. Elementlarni o'chirish yo'q bo'lsa xato bo'ladi, yo'q bo'lsa xato bo'lmaydi. Remove, discard, tekshirish, print in bu da hozir in o'tamiz. True false, bizda true false ekan. Setlar ustida matematik amallar birlashtirish, umumiy elementlar farq. Qachon set ishlatadi? Takroriy elementlarni olib tashlash, tez qidirish kerak bo'lsa, matematik ko'p to'plamlar bilan ishlanadi. Misol uchun Python sonlar teng xavfsizdan bizdan 1 bitta qatnashyapti, 2 marta, 3 bitta, 4 2 marta qatnashyapti. Unikal set sonlar print unikal deb chiqarib beryapti. Masalan, Pythonni tekshirib ko'ramiz. Hozir tayyor qilib qo'yibman. Fayl saqlaymiz buni.
ordinary document amaliy set nokta bar. Bizda mana ikki marta takrorlanayotgan edi mana. 3 esa bir marta, 4 esa mana set shunday ishlar ekan. Ko'rib oldik bitta misolida. Hozir bu yerda narsa talab qo'ygan edim men. Set asosan takrorlash, tez qidirish va to'plamlar bilan ishlash kerak. Bu joylarda ishlatadi. Quyidagi eng ko'p ishlatiladigan joylar sodda misolda keltirib berilgan. Takroriy qiymatlarni olib tashlash eng ko'p ishlatiladigan joy. Mana bizda takroriy bir marta bitta mayda nima bor ekan? Bitta qatorimizda masalan 2 marta takrorlanib keladi va bizda set bilan ishlatib va tartib bilan chiqarib olyapmiz kerak narsalarni. Tez qidirish shu uchun set ishida qidirish listiga qaraganda tezroq. Set ichida qidirish listga qaraganda tezroq. Xudo xohlasa listda ham tezroq bitamiz. Setning ichidagi qidirish deyapti. Listga qaraganda tezroq deb. Buni ham bir tekshirib ko'ramiz. Login bizning ruxsat bor, bizga chiqarib beryapti. Oddiy bizda ruxsat tizimlarida bizda foydalanuvchi topilmadi, bizga javob beryapti. Login tizimida foydalanuvchi bor yo'qligini tekshirish uchun Ali Vali Sardor foydalanuvchi topildi. Bizda nimani chiqarib berdi? Bizda foydalanuvchi topildi berdi. If Ali in foydalanuvchi. Bizda keling buni masalan ismini o'zgartirib yozib ko'ramiz. Alini o'rniga g'aniti g'ani. Bizda mana biz narsa chiqarib bermadi. Biz xato kodni yozibmiz. Matematik to'plamlar bilan ishlash, kesishma, farq. A'dan 1dan 3gacha, B'da esa 4dan 5gacha print. Bu umumiy birlashma farq. Bizga narsa chiqarib beryapti ekan. Boshqa to'g'ri uchun bir to'g'rilanadi. Bizda 3, 1dan 4gacha va 1 2. Bizda bu umumiy print umumiy ekan. Bizda shunday o'rtada birlashtirish, hammasini birlashtirib beryapti va farqi beryapti. 1 2 tartib bo'yicha deyilyapti ekan. Filtrlash
keraksizlarni olib tashlash, masalan taqiqlangan so'zlar. Hozir buni tekshirib ko'ramiz. Mana Hello World bizga chiqarib beryapti. Takrorlanmas ID qiymatlari. Buni ham tekshirib ko'ramiz. Bizda 1102 chiqarib beryapti. Bu yerda 1102 ikkita biza tartlab, saralab chiqarib beryapti. Dasturchilar real ishda qayerda ishlatiladi? Matn odlarini tozalash, APIdan kelgan data tekshirish, chat botlarda foydalanuvchi nazorati, o'yinlarda noyob elementlar, noyob kamgambop o'ynagan bo'lsangiz bilishingiz kerak. Login va error tekshirishda qachon set ishlatilmaydi, tartib muhim bo'lsa, indeks kerak bo'lsa, takroriy qiymatlar kerak bo'lsa, ba'zi kodlarda kod yozayotganimizda, dastur yozayotganmiz deganim orasida tartib bo'lishi kerak. O'shaning uchun bu yerda tartib va tekshirish amalini ishlatib ko'rish uchun ishlatilar ekan. Faqat tartib yozilganda set ishlatilmas ekan. Darsimizni shu yerda tugatsak ham bo'ladi. Qolgan ko'proq ma'lumot uchun YouTubedan topsangiz bo'ladi.